horon sepib, mehr, sog'inch buloqib ichib, diydor shirin ekan dunyoda. Ko'rgani bor ota-onangni, do'st, qadrdon yosh-yoshlarni, to'ldirasan sog'inch tashnangni, diydor shirin ekan dunyoda. Assalomu alaykum. Haqiqatdan ham bu dunyoda diydordan-da shirinroq tuyg'uning o'zi yo'q. Ayniqsa, yillar davomida ko'rishmagan do'st, qadrdonlar diydori boshqacha. Bugun ana shunday diydor kunlardan biridir. Yarim asrlik tanaffusdan so'ng sinfdoshlaring yana bir jabhada birlashishi bu unutilmas va takrorlanmas lahzalardan biridir. 50 yil oldin bir partada o'tirgan, bir kitobda varaqlagan va bir-biriga daftar uzatgan sinfdoshlar bugun oq sochli, nurli yuzli va hayot saboqlarini teran anglagan insonlar sifatida bugun yana bir marta uchrashmoqda. Yangiariq tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktab bu safar o'zgacha quvonch va hayajon bilan to'ldi. Bu maktabda yillar, avlodlar almashgan, ammo bu gal maktab eshiklaridan kirib kelganlar 17-18 yosh emas, balki 67-68 yoshni qarshilagan o'quvchilar, ya'ni 1975-yilgi bitiruvchilar edi. Yarim asr muqaddam shu maktab devorlari orasida ilk hayot saboqlarini olgan, birga ulg'aygan, bir-biriga do'st, birodar bo'lgan insonlar bugun yana bir davrada jam bo'lishdi. Men umrni ko'rmay qolibman. Yonginamdan o'tib ketibdi. Qo'limga bir kitobni berib, taqdirimni bitib ketibdi. Hatto yuzim bir bor ko'rsatmay, izlarini chizib ketibdi. Meni hayot jangiga tashlab, kurash deya yozib ketibdi. Borayapman ortidan quvib, bolalikni, yoshlikni tashlab, goho kulib, goho anglamay, goho unsiz ko'zimni yoshlab, har bahorda bir yo'qlab kelib, yoshimga yosh qo'shib ketarmish. Go'yo menda alami bordek, sochimga qor to'kib ketarmish. Men umrni ko'rmay qolibman. Yonginamdan o'tib ketibdi. Peshonamga ajinlar tortib, suratimni chizib ketdi. Mana bugun 50 yillik sinfdoshlarimizning uchrashuvi. Haqiqatdan umrimiz o'tib ketganidan bilganimiz yo'q. 67 yoshlarga kirib qoldik. Shu sinfdoshlarimizning orasida bir nechalari ana rahmatlik bo'ldilar. Xudoyim shu o'tgan sinfdoshlarimizni joylari jannatlardan bo'lg'ay. Hamma farzandlarimizni baxt saodatini ko'rib yurish hammamizga nasib qilsin. Mana shunday qilib uchrashuvlarni 60 yillik, 70 yillik uchrashuvlarimizdan oilamizdan hech kim xato bo'lmay kelib uchrashib yurishni nasib ro'za aylaydi. Bu uchrashuv shunchaki oddiy yig'ilish emas, balki chin do'stlik, yurakdagi sog'inch, o'tgan umr sahifalarining tirik guvohnomasidir. Vaqt o'tadi, inson ulg'ayadi, ammo bolalikda orttirilgan do'stlar, maktab davridagi xotiralar hech qachon yurakdan o'chmaydi. Sekizinci sınıfa bizler 3 sınıf bulup okumamız. A, B, V. 8. sınıftan keyin G sınıf teşkil kılındı, sınıflar bölündü okul köpüklük için. 10. sınıfa varıp mahsus çıkılaştırılan matematik sınıf teşkil kılındı. Biz sınıftaşlar 140 nefer bulup mektebe geçeceğiz. 5 sınıfta. Hazır bir de karib 70 nefer. Ben özüm hazıran mektep rehberi sıfatla bir nesine ayetişim için hazırki yaşlara yaratılgan şerait hiç kaçan boğanamaz. Yani mektepte gördünüz. Yaşlar fakat okuşu gerek, okuşu gerek, okuşu gerek. Şunda buna dünyanın eğerleşimi mümkün. Maktab binosi bugun o'zgargan, zamonaviylashgan bo'lishi mumkin, ammo har bir burchak hanuz o'tmishning izlarini saqlab qolgan. Kimdir eski sinfxonasini ko'rib jilmaydi, kimdir sport zalidagi musobaqalarni yodga oldi. Har bir mehmon maktab hovlisiga qadam qo'yar ekan, ko'nglidan sog'inch o'tgani, go'yo bolaligini yana bir bora his etgani sezildi. Bizani klatiniya shu. Mana shu hozirgi esimda 1965 yil 1-sınıfa mektebe borganimiz. Xudo rahmatli 3ta klassda 3ta ustoz mektebe qabul qilib o'tirib ekanlar. A klassda Salajon apa, bu klassda Remajon apa, bu klassda Quvonch apa. Bunda bu atam bilan borgan, atam biri olib borgan. Shu borib turib, shu
Salacan apa tapşırıyorlar. Salacan apa tapşırıp şu yerde okup durup şunca sınıftaşlar bilen bir hazırki gün yaşa eke olup durup vardı geldi koy merekelerde hem işe bir yemiz hazır görüp puandı kalmasını kökten görmelerimiz var. Takdir takazası bilen çet yürüyenler var. Hem uçraşıp hazır ne var.